Xuddi shunday, bilasizmi, bejiz bu mavzu ochilmadi umuman, suv mavzusi, chunki bugungi kunda ichimlik suvi eng dolzarb mavzulardan biri va yurtimizda ham ayni poytaxtda aniqrog'i ushbu mavzu yuzasidan ko'plab muammolarga duch kelayotganligimiz qaysidir ma'noda sir emas. Ayni shu mavzularda chiroyli suhbat yuritish maqsadida studiyamizga mehmon taklif qilganmiz. Aslida biz muammo deyotganimiz muammomi yoki bu profilaktikami, shuni o'rganish uchun taklif qildik. Chunki muhokamalarga deylik, sabab bo'layotgan mavzu bo'lgani uchun ham. To'g'ri. Davom etamiz va mehmon tanishtirsam, Toshkent shahar suv tarmoqlari boshqarmasi ishlab chiqarish texnik bo'limi boshlig'i Sarvar Najimov studiyamizda mehmon bo'lib turibdi. Assalomu alaykum. Sarvar aka, charchamayapsizmi? Boshlovchilar tanishtirishidan tanqid qilmoqchi shekilli jonli efirda deb o'ylab o'tiribdi Sarvar aka. Yo'q, aslida tanqid kelajak mevasi. Tanqid qilmaymiz, real voqelik, real holat haqida suhbatlashsak. Sarvar aka, bugun ichimlik suvi bir muddat shu o'chirilayotganiga guvoh bo'lyapmiz. Bu nima bilan bog'liq? Kimdirlar orasida qandaydir bir aynan suv quvurlarida avariya sodir bo'ldi deyishadi, ya'ni kimdirlar boshqa fikrlarni aytishadi. Siz bevosita mutaxassis sifatida nimaga shu ba'zi bir mavsumlar oldidan ichimlik suvi bir necha kunga o'chiriladi? Sabab nima? Hozirda avvalambor assalomu alaykum, rahmat. Shu studiyaga chaqirganingiz uchun. To'g'ri, bugungi kunda ko'plab yurtdoshlarimizni asosiy mana shu poytaxt aholisini o'rtasida ko'pgina muhokamalarga sabab bo'layotgan ichimlik suv ta'minotida uzilishlar. Bu yil davomida ikki marta qilinadigan bu profilaktika ta'minlash ishlari, bu yozgi mavsumga tayyorgarlik va qishki mavsumga tayyorgarlik. Hozirgi kunda 30-mart kunidan 12-may kunigacha belgilangan rejali dasturimizni amalga oshiramiz. Dasturda umumiy ishlarni qilayotganimizda bosqichma-bosqich ma'lum bir hududlarda suv ta'minoti uzilishlari bo'lyapti. Bu bizga ichimlik suv tarmoqlaridagi katta hajmli ichimlik suv tarmoqlaridagi yopqichlarni, unga o'rnatilgan narsalarni ta'mirlash, almashtirish ishlari olib borilyapti. Shuning uchun suv ta'minoti uzilishlar sodir bo'lyapti. O'zi maksimal necha kunga o'chirishi mumkin suv ta'minoti xodimlari ichimlik suvini? Endi ishchi hajmidan kelib chiqqan holda bir necha soatdan bir necha kungacha ham davom etadi. O'sha bir necha kun bu bir necha kun endi 1-2 kundir. Eng kattasi bilan 2 kun. 2 kun. Xo'sh, bir e'tirozimmi yoki savolimmi, nima uchun avvaldan ogohlantirilmaydi? Yoki biz ogohlantirishsiz qolamizmikan? Bexabar qolamiz. Bu narsa ogohlantiriladi. Ijtimoiy tarmoqlar orqali, gazeta Pravda Vostok, Toshkent oqshomi gazetalarida bu chiqadi. Har bitta manzilda qilinadigan ishlar qancha vaqt suv bo'lmasligi. Suv bo'lmagan joylarga maxsus texnika mashinalarimiz orqali ichimlik suvi yetkazib beriladi. Aholi suvsiz qolib ketmaydi. Lekin ogohlantirishni balki qamrovini kengaytirish kerak. Ha, balki harakatni o'zimizdan boshlashimiz kerakdir. Ya'ni ogohlantirishni olish uchun manzilni noto'g'ri tanlaganmizda. Ijtimoiy tarmoqlar orqali. Ijtimoiy tarmoqlar orqali ham, ijtimoiy tarmoqlar orqali ham bu e'lon qilinadi. Har bitta manzilda ish olib borilishidan oldin bir kun oldin o'sha tumanning mas'ul xodimlari o'sha yerda yashagan aholiga mahalla raislari, mahalla fuqarolarini xabardor qilishadi. Lekin rostdan ham shunday, mana misol uchun boshqaruv servis kompaniyalarining guruhlari bo'ladi, aholi unga a'zo bo'ladi, misol uchun yoki mahallalarni ko'p qavatli uyda tursangiz, shu ko'p qavatli uylarning guruhlari bo'ladi, e'lon qilinadi lekin. E'lon qilinganda ham bir kun oldin bizda e'lon qilinadi. Misol uchun ertaga suv o'chadi. Hech nima qila olmaysiz-da. Shunaqa tomonlari ham bor. Lekin bu hammasi profilaktika bilan bog'liq. Profilaktika bilan bog'liq. Qadrli teletomoshabinlar, hech qanday bir haligi tejash, ekonom qilish maqsadida emas. Profilaktika chunki siz u biz toza ichimlik suvini iste'mol qilishimiz kerak. Ana shu jihatlar juda ham muhim. Agar suvning tarkibida zarracha bo'lsa-da, ortiqcha bir mikroblar bo'ladigan bo'lsa, tabiiyki bu salomatligimizga zarar va mana Sarvar aka faoliyat yuritayotgan tashkilot xodimlari bevosita bunga javobgar hisoblanishadi. Shu sababdan ham bu sohada juda jiddiy o'sha profilaktik tozalashlar, quvur ta'mirlashlari amalga oshiriladi. Sarvar aka, mana yuqorida aytib o'tdingiz, bizda mavsumiy aynan ikkita mavsumda profilaktika ishlari amalga oshiriladi deb. Shunday holatlar ham bo'ladimi? Favqulodda profilaktika ishlari amalga oshirilishi va bu aynan qanday vaziyatlarda
bo'lishi mumkin. Favqulodda bo'ladi. Bu ichimlik suv tarmoqlarida favqulodda nosozliklar vujudga kelishi mumkin. O'sha vaqtlarda shunda ham ogohlantirish tarqatilib, keyin suv ta'minoti to'xtatilib, o'sha ta'mir tiklash ishlari olib boriladi. Bunda ham har tomonlama televideniya Demak, orqali favqulodda degan vaziyatlar bu deylik yog'ingarchilik sababidanmi yoki quvurlar yog'ingarchilik teshilishi deganda mumkin. quvurlar teshilishi, suvni hajmi ko'payishi ortidan quvurlar teshilishi, suvlar sizib ketishi mahallalarda yoki ko'chalarda mana shunday Yog'ingarchilik vaziyatlar. ko'paysa suv ko'payib ketmaydi. Quvurda ichimlik suvi umuman boshqa filtrdan o'tadi. Siz u yomg'irdan kelayotgan suvni krandan ichmayapsiz. U juda bir nechta bosqichdan o'tadi. Yo'q, aynan mana shu quvurlarning teshilishi ham ko'proq nimagadir yog'ingarchilik mavsumida yuz beradi. Shuni nazarda balki chirib tutyapman. ketsa kerak. to'g'ri aytyaptilar, to'g'ri fikrda aytyapsiz. Endi soha mutaxassisi bo'lmaganlari uchun hozirda sizni tanqidingizga sabab bo'ldi bilan fikrlar. To'g'ri. Mavsumiy o'zgarishlar bo'ladi. Ob-havoning o'zgarishida ichimlik suv tarmoqlarida quvurlarda deformatsiya bo'ladi. Ana o'sha vaqtda temperatura keskin oshishi yoki keskin tushishida tarmoqlarda nosozliklar vujudga keladi. Endi bugungi kunda hozirgi qilayotgan ishlarimiz, bahorgi mavsumda qilayotgan ishlarimiz bu yozgi mavsumga tayyorlangan. Yoz mavsumida aholini xuddi shunaqa ichimlik suv ta'minoti yoz mavsumida bilasizlar, ichimlik suvga bo'lgan ehtiyoj 2-3 barobarga ortadi qolgan nimadan. O'shaning uchun aholiga uzluksiz xizmat ko'rsatish maqsadida mana shu ishlar amalga oshiriladi. Tushunarli. Biz agar e'tibor bergan bo'lsangiz, haligi yaxshi va yomon politsiyachi degan kino bor edi-ku. Faqat libosimizni rangi almashib qolgan. Biz shunaqa suhbat qilishga harakat qilyapmiz. Yo'q, to'g'risi ham Hilola fuqaro sifatida aynan mana shu fuqarolarda ko'p vujudga keladigan savollarni sizga berishga harakat qilyapti. Men esa imkon qadar Jurnalistik yondashishga harakat qilyapman. Xo'p, shu kunlarda Toshkent shahri aholisi suv o'tishini kutsinmi yoki bo'ldimi? Profilaktik jarayonlardan o'tib ketdikmi? Yo'q, profilaktik ishlari 12-maygacha davom etadi. Demak, hududlarda vaqt bilan o'chadi. Bosqichma-bosqich. Keyin ko'pinchalik o'zlarini tanishlar savol berishadi. "Voy, 1,5 oy suv bo'lmaydimi shaharda?" Yo'q. Suv bo'ladi. Faqatgina bosqich hududlar kesimida. Endi bir xil ishlarda suv ta'minotiga ta'siri yo'q, ishlarimiz ham bor. Bir xil ishlarda suv ta'minoti atigi 12 soat yoki 8 soatga o'chiriladi. Bir xillarida hajmga qarab turib 1 kun, 2 kunga o'chiriladi suv ta'minoti. Sarvar aka, hamma sohada baribir yangilanishlar, o'zgarishlar, yuqori bir natijalarga erishishlar kuzatilyapti-da. Aynan ichimlik suvini yetkazib berishda ham yanglishmasam zamonaviy suv nasoslarining ham o'rni katta, to'g'rimi? Umuman doimiy ravishda elektrlashtirilgan, elektronlashtirilgan shu kabi uskunalarning o'rni katta. Bugun biz ularning eng zamonaviylaridan foydalanyapmiz deya olamizmi sohada? Deya olamiz. Hozirgi paytda bizning korxonamiz Grunfuz nasoslaridan ustanovka qilib o'rnatishyapti. Grunfuz nasoslari birinchidan elektr tejamkor tarmoqlarda elektr energiyasi uzilish bo'ladigan bo'lsa, tarmoqlarga sun'iy bosimni yoki sun'iy gidravlik udari tashkil qilmaydi, vujudga keltirmaydi. Plavniy pusk deyiladi. Shunaqa narsalari bor hozirgi kunda. Shu nasoslardan foydalanyapmiz. Juda ham ajoyib. Studiyamizga kelganingiz uchun rahmat aytamiz. Va har qanday savolimizga u tanqidiy, tahliliy bo'ladimi, javob berganingiz uchun minnatdormiz. Eng muhimi maqsadimiz aholiga nima deydi, haligi kerakli bo'lgan ma'lumotlarni taqdim etish. Va ishonchli manbadan yetkazish. Shunday ekan, sizga, siz orqali aynan mana shu yo'nalishda faoliyat yuritayotgan barcha mutaxassislarga omad tilaymiz. Xalq ta'biri bilan aytganda, boringizga shukur, siz borsizki, biz mana shunday toza ichimlik suv bilan ta'minlanyapmiz. Tun kun ishlayotgan xodimlarni bilamiz. Qayerdadir suv quvuri teshilib qolsa, qayerdadir o'sha avariya holati yuzaga kelsa, yarim tunda ham tizzagacha, belgacha suvga tushib ishlayotgan xodimlarni ko'rganmiz. Shunday ekan, barchalariga siz orqali rahmat aytamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xush kelibsiz. Sizlarga ham rahmat chaqirganingiz uchun. Salomat bo'ling. Tashakkur.